O'zim sakizga tayyorlaydigan eng ishonchli go'shtli pirog retseptini sizlarga sir asrorlari bilan aytaman. Ishoning, xamirlar og'zingizda erib ketadigan bo'ladi. Un bilan xona haroratidagi yumshoq saryog'imizni kroshka holiga keltirib olamiz. Tuz, soda va qatiqni solib, qo'lga yopishmaydigan, lekin yumshoqqina xamir qurib olamiz. Xamirni ko'p mushlamaymiz, ozgina mushlab ikki bo'lakka bo'lib olamiz. Bittasi katta va bittasi kichkinaroq. Endi nachinka tayyorlagunimizcha xamirimizni xolodilnikka olib qo'yamiz. Nachinkani kam ko'pligi yoki ichiga soladigan masalliqlaringiz xohishingizga ko'ra. Go'sht, piyoz va kartoshkamizni to'g'rab sovuramiz. Ziravorlarni solish esimizdan chiqmasin. Tuz va murchdan boshqa narsa solishingizni maslahat bermayman. Chunki shuni o'zi bilan ham mazali bo'ladi-ku, to'g'rimi? Masalliqlarimizni aralashtirib, xamirlarimizni yoyib, listda ko'rsatilgandek uni o'rgatmasam ham bo'ladi. Ketma-ketlikda yoyib, listga joylab olamiz. Endi sirlariga keladigan bo'lsak, birinchi sirimiz sariyog' обязательно, margarin emas, sariyog' solib xamir qo'ying. Ikkinchi sirimiz albatta xamirimizni ko'p mushlash mumkin emas. Kamroq mushlasanglar, og'izda eriydigan yumshoqqina xamir bo'ladi. Albatta shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Masalliqlarni video tagida yozib qoldiraman. Pirogimiz tayyor. Keyingi videoda qaysi ovqat yoki shirinlikni retseptini ko'rishni xohlagan bo'lardingiz, kommentariyada yozib keting. Videoga like bosishni unutmang. E'tibor uchun rahmat.